Xo'sh, unda doktor biz Xitoyninki shu atalmish Millatlar Ittifoqligi qonuni yo'lga qo'yilgan bo'ldi 1-iyuldan boshlab. Biz albatta bu yil mart oyida o'ttirg'a qo'yilgan to'g'ri ma'qullangan Xitoyning nimasidan. Keyin ham bu ham shu 1-iyuldan tartib rasmiy ijro qilinishga boshladi. Bununla aloqador o'z vaqtida nurg'un Yevropa Ittifoqi bo'lsin, shu Birleşken Devletler Teşkilatı olsun. Bunun endiş kıldıqanlığını bunu çünkü başka Uygur, Tibet, Mongol qatarlıq milletlerninki hukukunu texinbek yok kılışını maksat kılgan bir narsa buluşu mümkün degan tamamdı. Bu narsa 1-iyuldan burulmasın. Hemmesining tarihi qarsak 29-30 iyun yani resmi icra kılınışqa şu bir gün 2 gün qalğandan başlap Xalqara Kechirim Teşkilatı'dan tatip Amerika'dan tatip Amerika Avam Palatası, Xitoy İşleri Komiteti degandek O'rullar, Germaniya Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi degandek xilma-xil yerlardan buningga qattiq bir norozilik, buni to'xtatish kerakligi, buningki xatarlik bir masala ekanligi o'tirib qo'yildi hamda. Lekin albatta ijro qilinishga boshlandi hamda bu jinoyat. Siz bundan keyingi bosqichda Xitoy hozir shu elib berayotgan shuncha vola jinoyatlarni texinmak kuchaytib qonuniy ramkaga sep turib davomlashtiramdi yoki bu besim sababli biraz bunun bir o'zgarish ehtimollik bormi? Siz qanaqa qaraysiz yani? Bundan keyin shu Xitoy shu qonunga tayinib turib ve bu assimilasiya siyasetini devam kıldırdı. Çünkü bu kanunun üzümü ilip beriyotgan şu assimilasiya siyasetini kanunlaştırış yani kanuni halıga ekiliş yani men haklı kılıp bu asimilasyonu haklı kılıp ilip beriyotman degan gapimdi. Hazır bu Xitoyninki shu janub tarafdagi ba'zi soni oz bo'lgan millatlar Xitoylashib ketdi hamda. Balki kiyim yet bayramlarida kiyim kiyeceklerini kiyip chiqqan bo'lgan bo'lsa-mu, ama shu Xitoy tefekkür kılış bile birlikte Xitoylashdi deb tushunsak bo'ldi. Yani Xitoyninki esas menfaatini qo'g'daydigan, o'zining menfaatini unutib qolgan müştan bir milletni yaratish nurg'un bu soni oz bo'lgan millatlar müştan bo'ldi. Bu qonunninki esas nishoni shu Xitoyda hozirgi soni ko'parak bo'lgan Xitoy bo'lmagan millatlar. Yani bu Mongollar bo'lsin, Uyg'urlar bo'lsin, Tibetler, Zhuangzular, Tunganlar bo'lsin. Hatta belki Manchurlar bo'lsin, yani Manchurlar 10 necha milyonluk millet. Bularni asta yo'qotish, bularni xitoylashtirish. Bu xitoylashtirish degan masalani chiqadam tilga olmayotdi. Xuddi bu chet elliklar mundaq ulus davlat deb tushundichi. Nation state. Nation state'ninki bir alaydılығы esas milletler var. Ondan keyin sani az bo'lgan milletler var. Bularninki ortak kimligi bir isim. Mesela Fransiyalıklar, İtalyanlıklar, Germanlıklar degandek. Ama Xitoyninki bu ulus devletligini başka milletlerini xitoylashtirish, yani homojenleştirish degan şekilde düşündü bunu. Bu ta şu Xitoyninki şu Meli Gomindanchi, Meli Gongsandanchi bo'lsin, bularninki dahi nimasi lideri bo'lgan Sun Yat-senninki, Sun Chung-shanning 1919'dan itibaren Junhua Minzu'nun bir Xitoy milleti bo'lganligidan ibaret degan bir tushuncha bilan başlagan. Aslında bunun tarihte mi şunda bir düşünce var, felsefesi. Yani Komuz'unki ideyasında şu bütün yeryüzü okşaşlaşıdır ve Xitoy merkezlik. Bu gapni Xitoy merkezlik degan gapni demaydiyor ama Xitoy merkezlik bir okşaşlık milletlerini yaratish. Ondan başka Xitoy hazır bu güçlengen seri düşmanımı köpeyotdi. Düşmanı köpeygenliğin bu düşman karşı özününki devletinin içindeki bazı meseleler hal buluş lazım. Ondaqda güçünü birleştirip chet güçlerge takabul turalaydı.
mayli bu jang bo'lsin, siyosiy bo'lsin, hatto shu qimmat qarashlar tarafdanki tanqidlar bo'lsin. Ya'ni devletning ichidagi masalalarni bir hal qilmagan taqdirda bularning bu millatlarningki ideyasini, yuragini, tushanchisini birlashtirmasa, bugun chet kuchlar hujum qilib qolgan taqdirda Xitoy ichidan bo'linib ketishiningki ehtimoli bo'lg'achqa buni tezlashtiryotidi. Xitoyning yurgizayotgan mayli diplomasiya bo'lsin, bu yangi İpek yo'li strategiyasi bo'lsin, boshqa siyosatlari bo'lsin, buni ravon qilish yoki texnik bir jasoratli qilish uchun shu Xitoyning ichidagi millatlarni hammasini birlashtirish, ya'ni bu yerdagi birlashtirish, boyaman degandek assimila qilib xitoylashtirish. Xo'sh. Shuningga bu qonun shunday bir rolni o'ynaydi. Bundan boshqa misolga shu Tayvanga qarshi bölgünçülükle karşı bir kanunum var. Yani bölgünçülükle karşı çıkırgan bolsam, men şu kanun tayinip durup sana can açalayman degan gap bu. Şununla Tayvan'a men can açıman degenim şu. Yani men şunda kanunga tayinip durman dep kılıvadı. Misalga hazır men degan bu kanun bolsun. Bu milletlerinin ittifakı güçlendiriş bir kanunu bolsun. Bularda chet elga chiqib, ya'ni chegaradan atlab boshqa davlatlardami, boshqa chegaraning o tarafdami shundoq bo'lgunchilik yoki milliy ittifoqqa qarshi chiqqanlarni jazolandirman deydi. Bu biraz qiyin, chunki chegaradan chiqqandan keyin seninki qonunning boshqargan yoki sening egalik huquqingki hokim bo'lgan bir yer emas u. Ama demek ki başka bir usul bile chet eldeki mayli Tibet, Moğol, Uygurlar olsun. Bulağıma bir tedbir alalayman deganini qonunlashtiryotidi. Bu qonunlashtirish degan gap Xitoy Kommunist Partiyaga bir haq bergan bo'ladi. Ama bu qonunni yasash meselesinde, yani tuzab chiqarish meselesinde eğer de Şarkı Türkistan, mesela Şarkı Türkistan alsak, Şarkı Türkistan halkınınki iradesini almay durup, ulanın rızasını almay durup, eğer de Beijing'de katvaşla oturulup da tüzüğen bir kanun olsa, aslında bu kanun mu? Kanunsuzluk. Bu bir. İkincisi bu Xitoyninki asas kanunları da şu Xitoy bo'lmagan millatlarga bergan ba'zi haqlar var. Mayli til jihatdan, diniy e'tiqod jihatdan bo'lsin va o'zining madaniyatini qo'g'dab qilish jihatda bo'lsin. Hatto bu asas qonunga tayinib turib 84'te chiqargan bu nima otonom rayon qonunlar var. Hozirgi bu yangi chiqargan bu qonun Xitoyning asas qonun va shu otonom rayon qonunga xilof maddeler köp var. Demek ki Xitoyninki çıkargan bu kanun cihetleri kanunsuz. Yani bu kanunsuz bir kanunla iptirip, özüne haklı kılıp, başka milletlerini yok tutuşununki koyuğa kırıptı. Yani 21. asırda bundak zihniyet yana devam kılıvatkanını körüvatımıza. Şu.